Jasmina Trans nima uchun qamaldi? Assalomu alaykum aziz muxlislar. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Sedanachi milliy brendining tabiiy mahsuloti Prostamix 13 xil shifobaxsh giyohdan tayyorlangan. Immunitetni mustahkamlaydi. Ikkilamchi bepushtlikka yordam beradi. Prostata bezini sog'lomlashtiradi. Tahorat ushlab tura olmaslik kabi erkaklik muammolariga foyda berib kelmoqda. Biz faqat sinalganini tavsiya etamiz. Hoziroq buyurtma bering va sog'ligingizni tiklang. Xabaringiz bor, yaqinda Jasmina Trans Turkiyada qamoqqa olindi. Buning sabablari juda ham ko'p. Balki buni bilarmiz yoki yo'q. Bu aniqlashtirilmadi. Bironta rasmiy kanallar Jasmina Trans haqida ma'lumot berishmayapti. Hozirgi kunda Jasmina Transning muxlislari ham juda ham ko'pligini barcha ko'rib turibdi. Bu borada shou biznes sohasida ham Munisa Rizayeva Jasmina Transning yonini olyapti degan gap so'zlar ham ko'p. Bu borada Munisa Rizayeva ham o'z so'zlarini bildirdi. Men unga inson sifatida achindim. Men uning targ'ibotini targ'ib qilayotganim yo'q deya o'z videolarini ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib bormoqda. Ko'pchilikning ta'riflariga ko'ra, Jasmina Trans qamoqxonadan endi chiqmaydimi? U narkotik va ko'pgina jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda degan gumonlar ham juda ham ko'p. Buning esa hali aniqlashtirilmagan. Lekin Jasmina Trans 100% qamoqqa olingan degan faktlar bizda mavjud. Agarda Jasmina Trans qamoqda bo'lmaganida, o'z videolarida barchaga javob qaytarar edi. Jasmina Trans oilasiga mansub bo'lgan boshqa qizlar ham, ya'ni jinsini o'zgartirganlar, ular haqida shunday demoqda. Jasmina Trans hali qamoqdan chiqadi va barchangizning gap so'zlaringiz uchun bitta javob oladi. Siz bu borada qanday fikrdasiz? Agarda sizga qiziq bo'lsa, video ostida bir dona like tugmasini bosib, bizni kuzatishda davom eting.